Hammaga assalomu alaykum do'stlar, tuzalmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa men Samarqanddan ham keldim. Mana xudo xolasa bugun chiqdik. Yo'q, ko'p savollar tushibdi bola. Va birdan viloyatga zakaz bermaydi, faqat Yandexdan berishi mumkin. Boshqa agregatlardan tushishi mumkin bu zakaz. Va bu hali bu narsaga sposobnisi yo'q, даже qibrayga ham bermaydi. Chirchiq bochkalar unuting, unaqa narsalar faqat shahar. Shahar ozgina chekkaroqlar bo'ldi. Unaqa ko'p uzoqlarga bermaydi zakaz. Endi nima deymiz? Bo'ladi, normalniy, lekin Samarqandga gap yo'q, Samarqandga respekt. Men qoyil qoldim, lekin bunaqa shahar bo'ladi deb o'ylamagandim. Juda ham chiroyli qilib qo'ygan, neveriyatni bor. 100% oila bilan borib bir 2-3 kun dam oladigan joy bo'libdi Samarqand. Просто o'zim qoyil qoldim. Aytaman, уже спокойно Samarqandni Toshkent qilsa ham bo'larkan, bemalol. Bez вопрос. Qani ko'ramiz endi. Bola bitta narsaga e'tibor beramiz. Mana VBda ishlayotganlar. Kimlardir klassi mashinasi kattaroq, to'g'rimi? Komfort Plus mana bu выше tariflar beradigan. Уже mana bu standart, mana kichkina tarifli zakazlar tushmay qo'ygan. Shuning uchun ko'plar uspit qila olmayapman. Shu taksi parkka bir yozinglar. Okay, pastki tariflarni ham ochib beringlar. Bonus uspit qilmayapman deb. Shu murojaatlar qilib ko'ringlar. Shunda может zakaz ko'proq qilib turib tezroq tugatishinglar mumkin-da bu narsani. Chunki hozir ko'rasiz, Yandex 1.3 minglik kunlik bonusni olib tashladi. Haftalik bonus qilib qo'ydi, hozir 3.5 millionlik. Endi ko'ramiz endi nima deydi. Bu ham politik igrada. Ilojisi bo'lsa men sizlarga zo'r savet beraman. Kimga 1.3 minglik bonus bergan bo'lsa, hozir yo'qolib qolgan bo'lsa, avtomatik VBga o'tib Yandexda ishlamaydi bir hafta. Bu endi nima deydi? Streshni boykot bo'ladi-da. Bo'ldi, mana berdim. Ishladi, bermadim, chiqib ketdi. Yana VBga qaytib o'tdi deb turib, yana o'sha bonusini vaz obnovet qilish kerak. Bu narsaga endi faqat nima deydi, kuch birlikda bo'ldi. Shu narsaga ozgina e'tibor berib, faqat bosamiz. Ko'ramiz, men sizlarga Xudo xolasa endi bu yoqqa ko'rsatib boraman. Haqiqatan VBda 25 dan 30 dan zakaz qilsa bo'ladimi, yo'qmi ko'ramiz. Bugun endi Xudo xolasa birinchi kun chiqib ishlab ko'rmoqchiman VBda. Qanaqa o'zgarish bo'lar ekan, haqiqatan ishlasa bo'ladimi shuni yo'qmi? O'tkazib yubormaslik uchun обязательно hozir Instagramga kirsanglar, Telegram silkasini qo'yib qo'yganman kanalga. Hamma ma'lumotlar bor, o'tib ulanmoqchi bo'lganlar. Yengilliklar bo'lsa hammasi shu yerda bo'ladi. Обязательно shu Instagram profilimga obuna bo'lib qo'yinglar.